Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa mana Andijon avtomashina bozoridan syomkalarimiz qilganmiz. Bu qismga qo'ldan kelgancha Gentra'lardan syomka qildik azizlar, qo'ldan kelgancha. Gentra o'zi bugun ozroq chiqibdi. Har xillardan bor, lekin video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishda, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esinglardan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar. Yili balandroq mexanika so'raganlarga 2022 dan boshladik. JK2 svetidan. Buni yurgani qancha dedingiz? 68 ming kilometr bosib o'tgan. ABS bor, konditsioner bor, 4-paketli, propan gazi bor. Propan tabletkami? Balonlari yaxshi holatda. Ходовой коробка deish yo'qmi? Salon holatlari. Mashina birinchi pozitsiyada, sidin abgirifi bor, kovri bor, linon qilinmagan, chexollari yaxshi holatda. Buni yurganini so'rab qo'ydi, endi kaltini ko'rsatib beradi sizga. Orqa salonlari, tonirovkalar tortib qo'yilgan. Bagaj holatlariga keladigan bo'lsak, 48 talik 4-paketli propan gaz. 68 ming yurganingiz, 68 ming kilometr bosib o'tgan 2022. Birinchi pozitsiya yevro. Kraskasi? Kraska oldi kapot, kriloni burchagida petnosi bor. Ikkita detalda, uchida petnosi bor. Ustilarga o'tmagan? Yo'q, vaqti chiqib. Bo'ldi. Necha pul narxi buni aka? 9,5 ga berib yuboramiz, 4 yumshoq balon qo'shib beramiz. Bo'ldi. Yangimi? Yo'q, o'zini balonlari bu qishkida hozir. Yaxshi holatdami? Yaxshi zo'r holat. Yaxshi holatda 4 yumshoq baloni bilan beriladi. 9,5 ga oxiri berib yuboramiz. Bo'ldi. Faqat naqd pulga sotish kerak Faqat deyapsan. naqd pulga. Hujjatlari-chi? Hujjatlari o'zim nomimda. Generalniy chiqaverami? Kelishaveramiz. Bo'ldi. Imkoniyati bo'lishi mumkin. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 93 93 630 630 0023. 0023 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Navbatdagi Gentra'miz 2016 qora rangidan. Xo'p, 309 ming kilometr bosib o'tibdi. ABS bor-a bunda? ABS yo'g'idan ekan. ABS yo'g'idan Konditsioner bor, gazlari bor. Motor ходовой коробка? Zo'r. Zo'r, balonlari yaxshi holatda. Mashina birinchi pozitsiyami, ikkimi? Ikkinchi pozitsiya mexanika. Chexollari yaxshi holatda, kovri bor, linon qilingan. Orqa salonlari. Tonirovkalar tortib qo'yilgan. Bagaj holatlari. 100 talik temir metan gaz, zapas baloni yo'q, pol holatlari zavod holatda. Xo'p, 2016 ikkinchi pozitsiyada 309 ming yurgan. Kraskachi? Bitta kiriloda bor mana shu. Bitta shu kiriloda bor Men xolos. o'zim lampada tekshirib. Qolgan joyi toza. Toza. Necha pul narxi aka? 7600 o't beramiz. 7600 dollar kami bor. Kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? 71 ga bermadi, ustiga yurganga beramiz. Berilmadi. Xo'p. Nasiya barter yo'llari-chi aka? Barter bor, nasiyaga yo'q. Naqd pulga. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 93lik 93lik 068 068 0004. 0004 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Generalniy bo'ladi dedingiz-a? O'tkazib oladi. Nomiga o'tkazib olish sharti bilan bo'ladi. 2019 navbatdagi Gentra'miz oqidan birinchi pozitsiya mexanika, gazlari bor ekan. Qancha yurdi bu? 194 ming yurdi. Motor asot qilmaydimi? Motor asoti yo'q, 4-paketli gazi bor. ABS bor-a bunda? ABS bor, konditsionerlari bor. Ходовой коробка? Yaxshi, balonlari yaxshi holatda, xudo xolasa. Xo'p, salon holatlari. Mana birinchi pozitsiya mexanika, kovri bor, linon qilingan, chexollari yaxshi holatda. Tonirovkalar tortib qo'yilgan. 100 talik temir metan gaz. Zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatida. Xo'p, 2019 194 ming kilometr bosib o'tgani. Xo'p, kraskasi qanaqa buni aka? Toza. Necha pul narxi? 9200 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? Bo'ldi. Nasiya barter yo'llari-chi? Faqat naqd pulga sotiladi. Generalniy domenisi bo'ladimi? Generalniy yo'q. Nomiga o'tkazib olish kerak. Bo'ldi, telefon nomeringiz? 93 413 77 67 raqamiga chiqib
qator so'rab ko'rasizlar. Mexanika so'raganlarga 2020 navbatdagi Gentramiz qorasidan. Kraskasi avvalidan aytib o'tib ketildi, toza. Yurgani qancha buni? 164 ming bo'ldi. Xo'p, 164 ming kilometr bosib o'tgan, ABS bor, konditsioner bor, gazlari bor. Motor qanday korotkada ishi yo'qmi? Ishi yo'q, xudo xolasa. Xo'p, balonlari. Bunga diska qo'yilgan shekilli. 3-paysan diskasi qo'yilgan. Shumka to'ralashi polnimi? To'ralashi shumka. Rol qo'yilgan ekan, chexollar yaxshi holatda, kovri bor, linolen qilinmagan. Sidina abageliklari bor. Video registrator qo'yilgan ekan. Orqa salonlarni bitta ko'ringlar mana. Yaxshi holatda tonirovkalar tortib qo'yilgan. Xo'p, 100 talik temir metan gazi bor, qo'llari mana. Shumka. Yurganni qanchada o'tdi aka? 164 ming kilometr bosib o'tgan 2020. Kraskasi toza. Nech pul narxi buni? 9800 ga berib yuboramiz. 9800 ga berib yuboriladi. Kami bor. Xo'p, bermaganinglar bo'lmadimi aka? 92 bo'ldi. 9200 dollargacha pul ko'rdi. Xo'p, nasiya barter qanaqa kelishuvlar bor aka? Iloji bo'lsa naqqa. Imkon qadar naqd pulga sotiladi. Generalni chiqam chiqmaydimi? Chiqaveradi 3-4 oyga. 3-4 oyga chiqaveradi generalni. Telefon raqamingiz? 88 88li 581 581 22 25. 22-25 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar azizlar. 2020 164 ming yurgan. 2014 navbatdagi Gentramiz delfin rangidan ekan, delfin svetda. Yurgani qancha buni? 190 190 ming. 190 ming kilometr bosib o'tgan. Konditsioner bor, ABS yo'g'idan ekan. Gaz qo'yilmaganmi? Hadovoy korobkalari? zo'r ham yo'q. Motorlari yaxshimi? Ha. Yaxshi. 1 yevro avtomat korobka ekan mana. Chexollar yaxshi holatda, kovri bor, linolen qilingan. Orqa salonlari tonirovkalar tortib qo'yilgan. Elmurod. Bozorga olib chiqdi. Xo'p. $194 ming Ochildimi? Yo'q, yo'q, ochilmadi. Knopkada ochiladimi? Ha, kalitdami? Gaz qo'yilmagan ekan azizlar bunga. Hozir bir qator ko'rsatib ketamiz. 2014 birinchi paysan yevro varianti avtomat korobka. Qobla kamon kalit qani? Kraskasi qanaqa buni? Qomni o'zida bor. Gaz umuman qo'yilmagan? Gaz Ha, bo'ldi, umuman, ochmay teshigi qo'ying. yo'q. Bo'ldi, ochmay qo'ying. Kraskasi toza, kalizni bitmas. Kraskasi. Bo'ldi, kerak emas. Kraskasi qanaqa? Kraskasi tomda mana dog'i bor deb sepib qo'ydik o'zimiz. Qolgan joyi toza. Ha. Nech pul narxi buni? 7700 kami ham bor. 7700 kami bor. Sodiq Madina ham qani? Endi mana ochdik do'konimiz. Xo'p, nasiya barter yo'llari-chi? Bormi? Noran 1-2 oy bor. Ha. Qisqaroq muddatga nasiya chiqaveradi. Generalniy daviniz bo'lan? Ha bo'ladi. Bo'l, telefon raqamingiz. 91 91 lik 477 477 4006. 4006 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, azizlar, 2015 navbatdagi Gentramiz Mokriy asfaltidan. Xo'p, buni yurgani qancha? 340 ming yurgan. 1 yevro avtomat korobka, gazlari bor. Balonlarni ko'ringlar. Motor hadovoy korobka qanaqa? Xo'p, rol qo'yilgan ekan. Monitor qo'yilgan, avtomat korobka, sidina abageliklari bor, linolen qilingan. Mashinaning texnik holatda muammo yo'qmi? Muammo yo'q. Bitta kapot kiyimga kirasiz. Bo'l, hozir so'rab ketaman. Xudo xolasa oladi minada nasib. Ochilmayotgan bu. Gazi nima buni aka? Metan. Metan, bu ochmay qo'yavering. Metan gazi bor, 100 talik temirmi? 100 talik temir. Yurgani 300 qancha dedingiz? 340 ming yurgan 2015 birinchi paysan yevro varianti avtomat korobka. Kraska ikkita detal. Ikkita xolosmi? Bo'ldi. Sapachogida bor. O'zi qayerda o'zi ikkita detal, kapot o'zimi? Kapot krilo. Shart. Tomon krilo. Kapot. Bu uslutlariga o'tmaganmi aka? O'tmagan. Bo'ldi. Nech pul narxi? 7000 dan o'tib beramiz. 7000 dollar o'tib berasiz. Bermaganingiz bo'lmadimi? O'zimiz nomimizda. Bo'ldi. Nasiya barter yo'llari-chi? Yo'q.
Faqat naqd pul. Ha, bankaga berishimiz mumkin. Bo'ldi. Sizga naqd pul qilib bersa bo'ldi ekanda. Bo'ldi. Hujjatlari generalniy chiqadi. Generalniy chiqadi. Xohlagan hujjatni qilib berasiz. Xohlagan hujjat. Xo'p, bo'ladi. Telefon raqamingiz 97 97 lik 976 976 0866 0866 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar azizlar. 2015 mana yili eskiroq avtomat korobka so'raganlarga puli yaxshisidan, puli yengilrog'idan. Puli yengil Gentra so'raganlarga 2014 ham bu. Qancha yurdi? 313 ming yurgan. Motor asfalt qilmaydimi? 300 mingdan motor qilingan. 300 mingdan motor qilib qo'yilgan. ABS bormi? ABS yo'q, konditsioner bor. Konditsioner bor, ABS yo'qdan. Biri Ha, 1 euro. 1 yevroning mexanikasimi? Yani. Diskalar qo'yilgan. Salon holatlari. Kovri bor, linon qilinmagan, chexollar yaxshi holatda. Ichki holatlarni ko'ringlar. Orqa salonlari tonirovkalar tortib qo'yilgan. 100 talik temir metanga zapas baloni bor. Qo'l holatda, zavod holatda. 2014 313 ming yurgan. Kirasiga qanaqa aka? Oldi kapot, oldi chap tomon kirel, oldi arqa kapot yarimida bor. Keyin arqa kirelda o'ta kichkina petnosi bor. Bo'ldi. Nech pul narxi buni? 6300 oxiri. 6300 bo'lishi. Bo'lish. Kami yo'q. Yo'q. Xo'p, nasiya, barter qanaqa yo'llari bor aka? Bank qilib berishimiz mumkin, lekin naqdga. Boshqa yo'li yo'q. Generalniy bo'ladimi? Generalniy bo'ladi. Xohlagan dokumenti bo'ladi. Qayta ham generalniy qilib beramiz. Bo'laveradi. O'zingizlarning nomingizda? Ha. Telefon nomeringiz? 93lik 93lik 444 444 70 90. 70 90 raqamiga aloqaga chiqasizlar.